Qadrli Manchester United muxlislari, oxirgi payt juda ham ko'pchilikda, xususan o'zimda ham savollar tug'ilishni boshlayapti. Ya'ni nimaga transferlar haqida qanaqadir ma'lumotlar yo'q. Va bu odatiy hol deya olmaymiz, chunki Manchester United yozda har doim qanaqadir mish-mishlar bilan bo'lsa ham hech bo'lmasa o'tkazadi va qanaqadir transfer qiladi. Hozir butunlay jimjit. Hech qaysi insider, ya'ni ishonchliroq insiderlar, sal bo'lsa ham ishonsa bo'ladigan insiderlar isini chiqarmayapti. Juda ham jimjitlik. Yuri Tielemans transferidan keyin birorta ishonchliroq xabarlar yo'q, mish-mishlar ham yo'q. Xo'p, buni ikkita sababi bo'lishi mumkin. Birinchi sabab, Manchester United rostdan ham qanaqadir transfer ustida ishlayapti, lekin buni hech qanaqa isini chiqarmayapti. Ya'ni xuddi Tielemans transferdek kutilmaganda e'lon bo'lib qoladi. Ikkinchi variant, Manchester United hech qanaqa transfer ustida ishlamayapti. Lekin bu ehtimoldan yiroqroq, chunki men o'ylashimcha Manchester United qanaqadir transfer ustida ishlayapti yoki kutyapti. Chunki yana bitta yarim himoyachi olish kerak. Bu yarim himoyachi himoyaviyroq deyilgan, ya'ni ko'proq o'sha tayanch yarim himoyachi deyilgan. Hozir bitta narsa bunga sal shama berib turibdi. Ya'ni Real Madrid Rodri transferi ustida ishlayapti. Agar Real Madrid Rodrini oladigan bo'lsa, Tchouameni yoki Kamavingani sotishi mumkin. Tchouameni bilan yangi shartnoma bo'yicha kelishuvga erishildi deb yozilgan, lekin rasmiy e'lon bo'lmadi hali. Hali uni ham kutib turishibdi. Hammasi bir-biriga bog'liq narsada. Real agar Rodrini olsa, kamida 50-60 millionga olar ekan va shunaqa summadagi o'yinchini sotish kerak. Kamavingani menimcha bunaqa narxga sota olmaydi. Oxirgi yillardan kelib qaraydigan bo'lsak, Tchouamenini bo'lsa kamida 70 millionga sota oladi. Rodri ham deyarli Tchouameni bilan pozitsiyasi bir xil. Va katta ehtimol Tchouamenini rasmiy shu e'lon qilmayotgani yangi shartnoma bo'yicha shu bo'lishi mumkin. Agar Real Rodrini olsa, Manchester United Tchouameniga harakat qilishi mumkin. Chunki Manchester United orzusidagi transfer deb buni Fabrizio Romano ham ko'plab ishonchli saytlarlar ham takror aytishdi va katta ehtimol men o'ylashim bo'yicha Manchester United Tchouamenini kutyapti. Ya'ni Realda yurishini kutyapti. Real Rodriga yursa, United Tchouameniga yuradi. Qolgan pozitsiyalarcha deyishingiz mumkin. Winger pozitsiyasi Rashfordning kelajagi hali bo'lmaguncha qanaqadir yurish bo'lmaydi Wingerda. Hujum pozitsiyasi Zirkzeni kelajagi hal bo'lmaguncha u yoqda ham qanaqadir yurish bo'lmaydi. Xullas, bu meni o'ta shaxsiy va subyektiv fikrlarim, taxminlarim. Bu o'xshaydimi yoki aniq shunaqa bo'ladi degan hech qanaqa menda fikr yo'q. Kutamiz, kuzatamiz. Hali 1 oydan sal ko'proq vaqt bor. Transfer oynasi adashmasam 2 yoki 3 sentyabr kuni yopiladi, ya'ni yozgi transfer oynasi. Ungacha hali 1 oydan sal ko'proq, 3-4 kun oralig'i bilan vaqtimiz bor. Qani ko'ramiz, kuzatamiz, nima bo'lar ekan, voqealar rivoji bizani qatga yetaklab borar ekan. Kuzatishdan to'xtamaymiz, qo'llab-quvvatlashdan, muxlislik qilishdan charchamaymiz. Come on United. Aytgancha bitta obuna bilan like bosishingizdan chiqmasin.